Hurmatli obunachilarim, men sizga bugun Nigora olma sirkasini tayyorlash jarayonini ko'rsatib beraman. Bu yil hosilimiz zo'r bo'ldi, Xudoga shukr. Olmani sixakdan o'tkazamiz. Sixakdan o'tgan olmani bankalarga solib, marle bilan og'zini yopamiz. 15 kun turgandan keyin marledan o'tkazib, filtrlab, yana bankalarga solib qo'yamiz. Aziz obunachilarim, endi salqin joyga qo'yib qo'yamiz 2 oyga brajeniya bo'lishi uchun. Endi tayyor bo'lgan mahsulotimizni butilkalarga solib, qopqog'ini yopib, etiketka yopishtiramiz. Mana Nigora olma sirkasi tayyor bo'ldi. Endi hamkorlarimizga va zakaz qilgan obunachilarimizga jo'natamiz. Sog' bo'ling. Mana bizning natural iste'molchilar ko'nglidan joy olgan mahsulotimiz Palvon do'konida ham bor. Kelib, xarid qiling. Bizning eng katta hamkorimiz bugun Darital supermarket. Katta miqdorda joylab qo'yganmiz. Keling, xarid qiling.